Mana endi Cobalt, Malibu aralash videolar qo'yaveramiz. Videoni kuzatishni davom etinglar. Malibu egasi ketgan ekan. Kim? Valloh. Assalomu alaykum. Shuni qo'yib bering. Bo'lmasa aka. Yilnechiga aka buni? 12. 12 metani bor. Motorlar qanday aka buni? Boshi uzun. Motorlar yaxshi ekan. Balonlar yaxshi holatda turibdi. Yurgani qancha aka buni? Yurgani 229 ming. Chexol poliklari bor, mexanika korobka birinchi pozitsiya. Video registratori ham bor ekan. Salon ko'rinishlari yaxshi holatda. Metan ham bor ekan. Metan bor. Orqa ko'rinishlari ham yaxshi holatda turibdi. 20 metkalar bilan. Nech pul deyapsiz aka buni? Buni 9,5 deyapmiz aka. 9,5 qimmat aka. Kelishib qo'yaylik. Mayli qo'yamiz. Necha? Nech pul qilib beramiz aka? 9 bersa bo'laman aka. 9 ham qimmatda. So'mga ayting aka. So'mga nech pul? 100 million bo'lsa beramiz. 100 million? Bo'ldi. Nomeringizni ayting aka. 77lik 77lik 235 235 98 95. 98 95. Telefon qo'la. Kraskasi qanday aka? Kraskasi qanday? Kraskasi yo'q aka. Toza mashina aka. Kraskasi toza. Qayda mashina? Yakkavoq Budyonning mashina. Ha, Yakkavoq mashina. Buchi aka bu kimdan? Bu bilmayman. Egasi ham mana. Buni sotilmaydi dedi. Sotilmaydi. Assalomu alaykum. Sotilammi? Sotilmaydi. Sotilmaygan bu. Vallahi. Gentrami? Mexanika. Yil necha ekan buni? 23. 23 oxiri. Kraskasi qanday? Metanlar bor ekan. Orqa ko'rinishlari ham yaxshi holatda turibdi. Zapasga tushmagan. Osiyo bozor aka. Ha. 4 ta mexika onalar taqilgan. Vallahi apshikalar yaxshi holatda, chexol poliklari bor. Probeg qancha aka buni? Probeg 800 kilometr yurgan ekan. Motor holatlari yaxshi holatda turibdi mana. Metani bor. Kansaylasha. Nech pul deyapsiz aka buni? 155. 155 qimmat aka. Kelishib qo'yaylik. So'raydi. Nomeringizni ayting. 95 lik. 95lik 152 152 50 50 59. Ko'ngil nech pul aka buni? Kelishadi. Oldim aka video. Hamma narsasi oldim. 155 million o'tib bergan joyi bor ekan. Telefon qilaverasizlar. Gentra avtomobil sizdan aka bu. Yil necha ekan? Assalomu alaykum. 21. Nech pul deyapsiz aka buni? 140. Kraskasi qanday? Kraska toza, metallari bor. 4-bakteriyalar. Mexikalar taqilgan. Salon holatlari ideal holatda, chexol olgan poliklari bor. Probeg qancha? 133 ming yurgan. Mashina yaxshi holatda turibdi. Shuna. Kuzbem kengina bir ekan. 140 kam bor. Nomeringizni ayting aka. 99lik 99lik 257 257 4188. 4188. Mexanika sizdan? Yo'q. Mexanika. Yana nima bor? Kaptiga qo'yamiz ana. Assalomu alaykum aka. Yil necha ekan? Bo'lmasa. 11. 11. Kraska qanday? Kraska petlari bor. Nech pul deyapsiz buni? 10 ming. Afishkalari, chexol poliklari. Probeg qancha? 180 ming. Rollar qo'yilgan ekan. Nuklari bor. Mercedes ham qo'yilgan ekan mana. 10 ming kam bor. Yoqilg'isi qanaqa aka buni? Yoqilg'isi metan. Orqasini ko'rsataylik. 65 bor. Ha, 65 talik. Qanday ochiladi bu aka? Men ko'rsatsa bo'ladi. Metalar bor. 10 ming kam bor. Nech pul qo'yamiz aka buni? 9,5. Nomeringizni ayting. 77lik 059 4111.
Kraska chaqa-chuqa bor ekan. 9,5 bo'lsa baraka deyaptilar. O'tib bergan joyi bor yana. Yana Captiva. Kimdan ekan Captiva? Kim deydi kanalimizda? Osiyo bozor aka. Osiyo bozor. Ha, Instagramga, YouTube'ga chiqaverar aka video. Miyakka taqilgan. Yil necha ekan aka buni? Assalomu alaykum. Bonus probek qancha? 158 ming. Kraskasi qanday aka buni? Kraska toza. Salon ko'rsataylik. Salon holatlari yaxshi bo'lib turibdi. Luklari bor. Mana. Nech pul deyapsiz aka buni? 125 lira. 125. 12 dedingiz yilni? 12 yil. 12. Kraska toza, metallari bor. 65 talik ikkita. Nech pul qilib beramiz buni? Oxirini ayting. 125 pul beramiz aka. 25. 16 ga berma. Ha. 16 dan o'tsa-chi aka? 16 dan o'tsa ham kelishamiz. Ha, bo'ldi. Nomer bo'ldi. Nomeringizni ayting aka. 99 99 667 667 1454. 1454. Telefon qilsanglar 16 da sal qo'shsanglar baraka deyaptilar. Bu Captiva kimdan ekan? Assalomu alaykum aka. Yil necha ekan buni? 2011. Assalomu alaykum. Bo'lmasa yaxshimiz? 2011. Kraskasi qanday? Kraskasi itnasi bor. Chaqa-chuqalari bor. Probek qancha? 185. 185 ming. Nechinchi paysa? 3-paysami bu? 2 4 qiling. Ha, 2-4 qilingan ekan. 4 dem yaxshi bolalar. Narxi nech pul deyapsiz? 120 deyapmiz. 120. Nech pul qilib beramiz? Oxirini ayting. Yoqilg'imi? Metan. Tonirovka ruxsatnomasi bor. Hamma narsasi bor ekan, yoqilg'isi metan. Shuni qo'shib bering aka. 65 talik metan qo'yilgan. Narxini 120 million. Kam bor ekan. Nomeringizni ayting aka. 93lik 913 28 48. Telefon qilsa 120 dan o'tib beraman deyaptilar. Malibu bir bor ekan yana bitta. Assalomu alaykum. Yil necha ekan aka buni? Yili 2013. 2013. Kraskasi qanday? FPTga bor. Kraska yo'q, skasmi. Kraska pitolari bor. Nech pul deyapsiz buni? Kraska mana kalenkaga ikkita kalenka. Ikkita kalinkada bor. Nech pul qilib beramiz uni? Bo'lishi короче 110 million. 110 million. Nomeringizni ayting. 95. 95lik 770 22 22 30. Probek qancha dedingiz? 164 ming yurgan. Metallari bor, motorlari yaxshi holatda. 2013 birinchi pozitsiya. Nomerlarni aytdilar. Telefon qilsanglar kelishsanglar bo'ladi. Ochiq ko'rishni ko'rsanglar. Ochiq ekan. Xullas, shu bilan videoni to'xtatamiz. Sizlarga sog'lik, like bosishni unutmanglar.